MSM Cobalt uchun yangilik qilganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Suv datchi tabloda ko'rsatib turadi, necha gradus bo'lib turganini. Bu oldingi Cobaltlarda qo'yilardi. Endi hozir MSM uchun ham bor. Bunga gaz ham qo'yib berganmiz. Biroto'lar eng yaxshi zapchastlar bilan bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'rishlaring mumkin. Bu yerda o'zi ko'pchilik bilib qoldi, nima o'zgarishlar bo'lganini. Endi bularga programma yo'qligini hisobiga aqlliroq miya qo'ysa, tabloda cheklar ham yonib qolmaydi. Bunga qo'yilgan miya MP48 OBD, lavato reduktorimiz, I+ injektorimiz, mnogoraziy filtr. Endi ustanovkaga bitta baho berishlaring mumkin. Hammasi o'zini krashteyni turadi. Bu spetsialniy hammasiga MSM uchun отдельный qilib qilgizdik. Reduktor, filtrlarni hammasi, injektor graduslarigacha hammasi o'sha kitobiy qilib qilindi. Bu MSM mashinamizga kim bizda gaz qo'ydiradigan bo'lsa, suv datchini hozir bonusga qilib beryapmiz. O'zi aslida kelib yozdirmoqchi bo'lsalaring, narxi 300 ming so'm. Biz ustanovka narxini oshirganimiz yo'q. Biz YouTube'da yoki Telegramda kanallarimiz bor, yerda narxlarni berib boramiz. Oldingi 3 oy, 4 oylik narxlar ham xuddi o'shanaqa bemalol kelib, agar bizga gaz qo'ydirsalaring, suv datchini shunday bepul yozdirib ketishlaring mumkin. Bizga kuzatishni davom etinglar. Sizlarga qiziq bo'lgan MSM haqida ma'lumotlarni qo'yib boramiz.